Agar efirda bo'lganlar bo'lsa, yozib qo'ying-da. Buni ovozini bor yo'qligini bilaylik. Eng yaxshisi shu taxlit jonli stream qilish ekan. Bo'lmasa yaxshi chiqmayapti. Yoki o'chib qoladi o'zidan o'zi yoki telefonda qilsam, ya'ni videoni ochsam, bilmayman nimagadir o'chib qoladi. Xullas biron joyda biron bir muammo chiqadi-da. Bu shakl ammo eshitiladi menimcha. Bunday qilsa internet past bo'lsa ham ishlaydi. Internet ba'zan yuqori xonadaman-da, chiqadi, tushadi. Ovoz bo'lsa yozib qo'yasizlar. Mavzu va bugun gaplashadigan ko'proq savolga asoslangan bo'ladi. Men savol qoldiraman sizlarga. Misol uchun vatanni sevdirishadi hammamizga. Vatan muqaddas, vatan egasi xalq, hukumat esa o'sha xalq manbai. Ya'ni konstitutsiyada shunday belgilangan: xizmatchi, amaldor xizmatchi, hokim, prezident xizmatchi deya, ya'ni shunday lozunglar bilan tarbiyalashadi maktabdan, boshqadan. Endi shu joyida vatan egasi biz ekanmiz, xalq ekan, xalq manbai ekan va xizmat qilinishi kerak bo'lgan bu xalq ekan. Endi savol tug'iladi. Rahmat. Yaxshi. Shu o'rinda mana shuni ham mana shu o'rinda endi savol tug'iladi. Xo'p. Biz vatanning egasi ekanmiz. Nega biz uni o'zgartira olmaymiz yoki nima uchun bizni eshitishmaydi? Xalqni erkin fikr, erkin savol beruvchi, hur fikrlilar senzura qilinadi. Mana shu joyda savol tug'iladi. Xo'p, xalqqa xizmatga kelingan. Xalqqa xizmatga keluvchi xalqdan juda balansi juda ajralgan va tabaqalanish shu daraja kuchliki, xalq bir tarafda tappi yoqayotgan, oilasi mardikor asosan, farzandlaridan chetda, uzoqlarda, ya'ni shunaqa ishlayapti. Xalqni bugun bir narsasi bor, ertaga yo'q. Ya'ni xalq shu ahvolda yashayapti. Lekin xalqqa xizmatchi bo'lganlar juda katta lyuks hayotlarda qo'lida 50 ming, 150 ming, 1 million, 2 millionlik soatlar. Ya'ni bu qanaqangi nomutanosiblik va bu qanday shay bo'lishi mumkinki, xo'p, xalq manbai ekan, xalqqa xizmat qilinishi kerak ekan, xalq jamiyat shu vatan egasi ekan. Bu yerda irqidan, millatidan tashqari vatandosh yozilgan bo'lsa, fuqaro deb yozilgan, ming afsus, gadoy degani. O'sha fuqaro deb yozilgan, demak, bu vatan egasi. Po faktu ilmiy shunday. Hukumat tepasiga kelganlarni bu vatanga ijrochi, ya'ni xizmatchilardir. Shunday ekan, shunday yozilgan endi. Endi shu o'rinda bir savol tug'iladi. Qachon bizni eshitishdi va qachon bizdan so'rashdi? Yoki faqat biz vatanning resursi va vatandagi vatandoshlar soliq to'lash uchun, jarima to'lash uchun, egilish uchun, bo'yinsunish uchun, hamma narsaga rozi bo'lish uchunmi egasi? Unda egasimi bo'ladi? Yoki o'zgartirishi, savol berishi, hukumatdan talab qilishi va o'zini borligi, egasi ekanligini bildirishimi kerak bo'ladi agar vatan egasi bo'lsak? Ya'ni mana shu joyda hammamiz bilishimiz va mana shunday fikrlashimiz kerak-da. Ya'ni fikrlash tushunchamiz bizni juda bir qoliplashadi. Maktab, universitet, bog'cha, televideniya shunaqangi bizni formalashadiki, umuman insonlar zombiga o'xshab qoladi. Mana televideniyani davomiy ko'radigan soxta ekspert va soxta televideniyadagi
imom, din satar, bularni eshitadigan propagandistlar, eshitadigan insonlar ya'ni zombiga aylanadi. Sababi nimaligini, nima bo'layotganligini tushunmaydigan darajaga boradi. Bundan esa yon atrofidagi hamma aziyat chekadi, o'zi aziyat chekadi. Bolasi mardikor, tushunmaydi nimaga bolalarni tashab ketishga ota-onalar majbur. Yeb ichish kerak, ish yo'q. Ish bo'lsa oylik oz, orttira olmaydi, 1-2 bo'lmaydi, jarima ustiga jarima. Endi shunday ekan, ammo xalqqa, vatan egasi xalq, biz xalqqa xizmatchi, ya'ni shunaqa lozunglar bilan chiqishadi. Xalqni rozi qilishimiz kerak deyishadi. İnson huquqlari, inson qadri. Endi shu joyda demak, bu narsalar bor ekan, yo bu aytilayotgan narsaga amal qilinishi kerak. Yani ikkiyuzlamachilik kerak emas. Ikkiyuzlamachilik ila cho'kdik, ikkiyuzlamachilik ila xalq xor bo'lyapti. Yolg'on. Ya'ni bu yerda aniqlashtirishimiz kerak, xalqda to'g'ri savol berish kerak. Xo'p, hurmatli hokim, xo'p, hurmatli, mayli, hurmat bilan. Hurmatli boshliq, prezident portaliga nimaga qilsa ham, nimaga izohda yozadim. Xo'p, xalqni rozi qilmoqchi ekansiz, xalqqa xizmatga kelgan ekansiz. Xalq bu vatanni, davlatni egasi ekan, siz boshqaruvchi, ijrochi, shu vatanga xizmat qiluvchi ekan. Nimaga insonlarning savoli, siyosiy fikri uchun insonlar qo'rqitilishi, oilasiga bosim qilinishi, o'ldirilishi, o'ldirilish bilan tahdid qilinishi, qamoqlarga otililishi, nimaga bu ish qilinadi? To'g'rimi? Nima uchun bunday qilinishi kerak? Xo'p, egasi bo'lgan vatan xalqniki bo'lsa, egasini haqqi bormi buni so'rashga? Yoki yozuvda konstitutsiyaga, amaldagi yozilgan konstitutsiyaga ko'ra ish ko'rilmaydimi? Bu xalqni aldash uchunmi? Ommoni aldash uchunmi? Jamoatni, jumbil jamoatni qulog'iga lag'mon ilish uchunmi? Bu yerdagi yozilgan shartnomaga ko'ra shunday yozilgan, bu shartnomadir. Xalq bilan hokimiyat o'rtasida tuzilgan shartnoma. Xo'p, shu shartnomaga asosan yozilgan ekan, nimaga bu shartnomaga xalq egilyapti, shukr deyapti, jarimasini to'layapti, solig'ini to'layapti, oshsa ham hech narsa qila olmayapti, ya'ni so'ramayapti-da, do'stlar, hukumat vakillari, prezident, deputat, senator, siz qachon bizni eshitasiz? Nimaga biz bu ahvoldamiz? Nima uchun holimiz bunday? Nimaga? Ya'ni bu savollarni berishga haqqimi yo'q? Yani haqqimi yo'q? Yo, shartnomaga ko'ra haqqi bor. Shartnomaga ko'ra, konstitutsiyaga ko'ra egasi bo'lsa, egasi so'rg'ilash kerakmi? Ilmiy shunday bo'ladi. Shukr qilib, sovuqda o'zimizniki, qishda o'zimizniki, podshoda o'zimizniki, qonunda o'zimizniki, yomon bo'lsa-da o'zimizniki deyami yashash kerak. Unda egasi emas. Demak, bu yerda faqat vosita. Kimlar uchundir? Qaysidir guruh uchundir? Demak, xalq butun bir boyligi vosita. Shartnoma berilgan, shartnomaga esa bu shartnomani bilan xalq bilan kelishganlar amal qilmayotgan bo'ladi. Savol shundan iborat. Ya'ni kim bu yerda aybdor? Va yana bu savol bir-biriga ulanadi. Kim bu yerda aybdor? Egasi bo'lgan xalqmi aybdor? O'zini egasi ekanligini anglamayotganligi? Ya'ni bu joyi ham bor. Anglamayotganligi, tushunmayotganligi, bilmayotganligi bu aybimi? Yoki bo'lmasa vazifasini bajarmayotgan, shartnomaga amal qilmayotgan, konstitutsiyaga amal qilmayotgan, xalqqa xizmat qilmayotgan amaldormi aybdor? Xo'p, amaldor aybdor bo'lsa, vazifasini suiiste'mol qilayotgan bo'lsa, nimaga davomiy o'sha hokimligida, amalida, vazirligida qolish kerak? Nima uchun u ketmaydi? Nima uchun iste'fo bermaydi? Nima uchun xalq buni so'rashga haqqi yo'q? Xo'p, vatan egasi ekan xalq,
xalq manbai ekan, xizmat xalqqa ekan, resurs umummilliy boylik ekan. Nimaga bu xalq bundan ulushini olmayapti? Nima uchun ochiqlanmayapti? Mana brilliant, mana oltin, xo'p, sotayapsiz. Qaysi sohaga yo'naldi? Xo'p, sohalarga yo'naldi. Citylar qurishdanmi iborat? Ya'ni davlat faqat citylarni quradi. Bu bino betondan kimga naf? Ishlab chiqarish bo'lmasa, imkon bo'lmasa, qishloq xo'jaligi isloh bo'lmagan bo'lsa, ta'lim isloh bo'lmagan bo'lsa, ya'ni maktab oddiy davlat ta'limidagi ta'limidan bilim olayotganlar savodsiz bo'layotgan bo'lsa, mardikorlikdan boshqaga yaramayotgan bo'lsa, diplom O'zbekistondagi diplom hech qayerda o'tmasa, diplom olib diplomli mardikorlar ko'payayotgan bo'lsa, bu qanday bo'ladi bu? Bu qanday bo'ladi endi? Bu qanaqasi? Ya'ni buni to'xtatmayotgan, buni o'z vazifasini suiiste'mol qilayotganlar, bu holdagi insonlar hisobot berish kerakmi? O bu vatan egasi ekan. Ya'ni jamiyat insonlar mana shunaqa savollar berish kerak. Hurmat, misol uchun xohlagan bir idora, tashkilot, vazirlik nima uchun bunaqa o'tir? Nimaga ketmaydi? Xo'p, bajara olmayapti. Xo'p, budjetda pul yo'q. Nimaga ketmayapti? Xo'p, egasimi xalq? Bunga hisobot beriladimi? Egasiga egasi so'rashga, biror narsani egasi bo'lsa haqlimi? Bu sohalar bu ahvolga kelar ekan, 34 yil ichida falaj ahvolga kelishi, insonlar hech mardikorlikdan qutula olmayapti. Hech o'zini davlatida topgani yetmayapti. O'zida O'zbekistonda ishlab na uy olish imkoni bor, na biror narsa qilish imkoni borda 10-15% yaloqilar, poraxo'rlar, otarchi, din sotar, mana unaqa soha egalari, ba'zi bir soha egalari bu joydan manfaatdor bo'lishi mumkin. Ammo katta ko'pchilik xalq nima uchun kosasi oqarmaydi? Nima uchun majbur bo'lyapti tashqariga ketishga? Tashqariga ketib ham kosasi oqarmayapti. Yildan yilga soliqlar, jarimalar ortyapti. Yildan yilga biror narsa qilaman desa, ortini quvlab yeta olmaydi. Bugun bir narsa olaman desa, ertaga narx oshib ketgan. Jarima narxi oshib ketgan. Soliqlar narxi yildan yil oshib boryapti. Jahon standarti, standartda beriladigan maosh jahon standartida maosh bo'lishi kerak emasmi? Bu egasiga, xalqqa butun bir boyliklar taqsimoti qilinishi kerak emasmi? Resurs nimaga resurslar olinadigan bo'linishi kerak emasmi? Nima uchun budjet shaffof emas? Nima uchun jarimalar qayerga ketayotganligini ochiqlanmaydi kvartalma-kvartal? Olinayotgan tashqi qarzlar nima uchun binolarga tikilishi kerak? Nima uchun ish o'rni viloyat tumanlarda yaratilmayapti? Yolg'on statistika bilan hokim yordamchilari, mahalla raislari ko'cha supurgan ayolni ham ishli o'z-o'zini band qildi deb yolg'on statistika beradi. Hop, mana shu savollarni blogerlar emas, oz, ya'ni meni berishim yoki meni bilishim yoki buni so'rashim ozdir, yetmaydi. Sizda mana shunaqa savollar berishingiz kerak, yozishingiz kerak izohlarda, televideniyani portallarida ko'rsatadigan gullik gulistonlik jannat makon deb har kun aylantiradigan joylarda qani gulistonlik bo'lsa, jannat makon bo'lsa, nimaga hammamiz darbadarmiz? Nimaga biz egasi bo'lsak, nimaga haqqimiz yo'q? Nimaga so'rama deyapti? Nimaga tanqid qilma deydi? Egasi bo'lgandan keyin haqqimiz yo'qmi? So'rg'ilashga. To'g'ri emasmi, do'stlar? Ya'ni savol shundan iborat. Yo to'g'ri emasmi mana? Like bosib qo'ysanglar, ko'proq odam tarqiydi. Ya'ni mayli, bu efirdan keyin ko'rib olarsizlar. Ya'ni biz savol berishimiz kerak. Meni o'zimning missiyamda men biror amalda bo'lmasam, imkonim bo'lmasa, boy bo'lmasam, ta'sirim bo'lmasa, ya'ni qanday foydam tegishi mumkin insonlarga? Fikr yuriting, fikrlashga chorlashim mumkin. Ya'ni buni qila olaman xolos. Misol uchun vakolat yo'q. To'g'rimi? Amal yo'q.
Biron bir boshqa vakolat yo'q. Ya'ni hech bir berilmagan bizga. Gapirish vakolatini da O'zbekistonda berilmagani uchun chiqib uni ham o'zbek vatan egalariga gapirishni bergan yo'q vakolatini. Men misol uchun diniy bir radikal odam emasman. Umuman diniy radikalizmga yoki da'vat qilmayman. Mutlaq bu narsalar bilan ishim yo'q. O'zi qarshiman bu narsalarga. Qarshi. Endi shu asnoda biz mandaylar muammoni yechib beraman deb pul olmaganmiz va olishga ham urinmaganman. Bundan keyin ham urinmayman. Bu ishni qilmadik. Fikrimiz uchun, maqola yozganimiz uchun yoki biron bir narsani videoni qo'yganimiz uchun sen gapirma deyapti. Xo'p, insonlar sen gapirma, senga nima deyapti? Men vatan egasiman. İnsanlar bunu tushunmayapti-da. Jamiyat, yo'q sen vatan egasi bo'lmaysan, xalq egasi deyapti. Ha, endi shu joyga kelamiz biz. Xalq egasi bo'lsa, demak, men o'zim xalq bo'lmasam, kim bo'laman unda? Ha, demak men vositaman. Ular uchun qulman. Qulmiz demak. Birma-bir sen qulsan deya olmayapti, fuqaro deb yozib qo'yibdi demak. Gadoysan degani, bizni qulimizsan degani bo'ladi. Vatan egasi bo'lsak, vatan bizniki bo'lsa, vatanga xizmatga kelgan bo'lsa bular, sen gapirma. Resurs, tabiiy boyliklar, yer osti, yer usti boyliklari sangami hisobi berilishi kerak deyapti hukumatdagi vakillar. Sangami bo'lib berilishi kerak bu? Sanga hisobi berilmaydi deyapti. Kechirasizlar unda demak konstitutsiyaga ko'ra sizlar bu konstitutsiyani buzyapsizlar. To'g'ri emasmi? Vatan egalariga qarshi borayotgan kim bo'ladi? Gapirma deyapti. Biz gapirmasak, men gapirmasam va menga o'xshaganlar gapirmasa, unda kim gapiradi? Ha, vatanni sevish iymondandir. Vatanni sevish kerak degan mustaqillik bayramlarida o'zlari chiqib olib, hamma joy tish tirnog'igacha qurollangan. Bu qurollanganlar ham men aqli ishlaydimi? Kim bu xalqqa xizmatga kelmaganmi? Xalqi mana shu farzandlar emasmi bular? Xalq yo'q. Ma'muriyat bor, yaloqilar bor, o'sha qarsak chaladiganlar bor. Aslini olganda xalqqa xizmatchilar bor. Bayram o'tkazadi, vatanni sevish iymondan. U yerda otarchi, din sotar, hamma chiqib olgan. Hamma gulla guliston, osmonimiz musaffo, butun dunyoga don taratyapmiz, inson qadri. Bir xovuch u yerda o'tirganlar xalqmi bo'ladi? Xalq bu tumanlar, xalq bu viloyatlar, qishloqlardagi ishsiz, kuchsiz yurgan darbadarlar xalqdir. Rossiyada yurgan, Yevropada yurgan 10 millionga yaqin Turkiyada yurgan mardikorlar xalqdir. To'xtamasdan O'zbekistonga pul jo'natayotgan, oilasini nima qilib bo'lsa ham, g'ururi bor bo'lgandan keyin davlat ish bermasa-da oilasini boqishga urinayotgan, pul jo'natib iqtisodni aylantirayotgan xalq bu vatan egasidir. Bunga xizmat qilinishi kerak emasmi? Bayramlar bu bilan bo'linishi kerak emasmi? Kuch ishlatar tizimlar. Sizlarga-da xalqqa ya'ni xizmati prezidentni xalqni rozi qilish bo'lsa, xalqni rozi qilishimiz kerak. Hokimlar gerdaganlar dedi Shavkat Mirziyoyev. Turing ofisingizda o'tirmang, xalq bilan muloqot qiling. Xo'p, qandaysiga xalq bilan muloqot qiladi? Xalq vakillari, deputati og'ziga skotch yopishtirib olgan. Qarsak chal desa qarsak chaladi. Xalq bilan muloqot qilmaydi, xalqi dardini olib chiqmaydi u yerda. Xalqi dardini fidokorlar olib chiqadi. Biz olib chiqyapmiz. Xalq gapira olmaydi. Xalq katta ko'pchilik ish bilan band. Savodsiz qilingan. Ikkita gapini bittasiga ulay olmaydi. Nima deyishini bilmaydi. Nima bo'layotganini bilmaydi bu xalq. Bilmayapti, tushunmayapti nima bo'layotgan. Imom nima desa ergashib ketadi. Kim nima desa ishonadi, o'tiradi. Bolasi mardikor, muammo, aptekalar soni ko'p, kasallik ko'p, o'zi kasal. Ammo ahvol nima uchun bu ahvoldaligini bilmayapti, anglamayapti. Buni siz anglatishingiz, millat vakillari anglatish kerak edi.
Millat vakili, deputat buni so'rash kerak edi. Parlamentda muhokama bo'lishi kerak edi. Xalq bu vatan egasidir. Biz bunga hisobdormiz deyish kerak edi, demayapti. Demak, biz gapirmasak, xalq orasidan chiqqan faollar, fidokorlar gapirmasa, Amerika bilan Isroildan kelgan fidokorlarmi gapiradi? Savol. Yoki bizni hukumatdagilar boshqa davlatgami xizmat qiladi? Marsdanmi kelgan? Xizmat qilishi kerak bo'lgan insonlar o'rus, Amerika yo boshqa davlatlarmi? Men hayron bo'laman. Ya'ni sizda bu savollar sizda qiynaydimi? Bunga javob berish kerak hokimiyat. Biz bo'ladigan bo'lsak, nima uchun bizni bilan muloqot qilinmayapti? Nima uchun so'rovlarimizga tahdid olyapmiz? Biz onangnimi so'kdim? Kuch ishlatar tizim. Seni so'kyapmanmi? Seni tinchlik himoya qilar ekansan. Xalqqa manfaati uchun ishlashingiz kerak emasmi? Vatan talon-taroj qilayotgan vatanni amaldormi, xalqmi? Xalq talon-taroj qilyaptimi? Xalqmi oltinlar o'g'irlayapti? Xalqmi resurs ustida o'tiribdi? Taqsimot kimda? Xo'p, taqsimot prezident, ijrochi, parlament, prokuraturada nazorati, kuch ishlatar tizim bo'lsin, maxfiy xizmat bo'lsa, sizda bo'lsa, siz bu taqsimotni nimaga to'g'ri bo'lishini ta'minlamayapsiz? Nimaga buni so'rayotgan xalqqa qarshi turyapsiz? Siz Marsdagilargami xizmat qilishga qasamyod qilgansiz yoki o'risgami yoki boshqa bir davlatgami? O'zbek xalqigami? O'zbek xalqiga, mardikor bo'layotgan xalqqa, tappiya qo'yayotgan xalqqa xizmat qilishga kelganmisiz? Xo'p, shunday ekan, nimaga fikr uchun, so'rovimiz uchun tahdid qilishingiz kerak yoki faollar tahdid qilinishi kerak? Kim so'raydi unda buni? Siz kuch ishlatar tizim siyosatchimisiz? Yo'q. Siyosatchi emassiz. Siyosatchi emassiz-ku, to'g'rimi? Siyosatchi yoki faollarni qamash uchun kelgan, ya'ni bu degani balansni buzyapsiz. Siz balansni ushlashingiz kerak emasmi? Amalni suiiste'mol qilayotgan siyosatchini to'xtatuvchi matbuot emasmi? Shunday emasmi? Talon-taroj bo'lsa, siz 8 soat o'rniga 12 soat ishlayotgan bo'lsangiz, to'g'rimi? Oilangizdan bag'rida bo'lish o'rniga siz 15 soatlab ishlatilayotgan bo'lsa, sizga yaxshimi bu kuch ishlatar tizimlar? Sizga zo'rmi bu holatda yashashingiz? Shu holatda bu balansni ushlaydigan faollar bo'lmaydimi? Siyosiy faollar, siyosiy jurnalistlar, siyosiy muxolifat, fikr berayotgan insonlar bo'lmaydimi davlatda balans ushlaydigan? Davlat egasi xalq bo'ladigan bo'lsa, xalqdan chiqib deputat o'z ishini, xalq vakillari o'z ishini bajarmayotgan bo'lsa, "Oy, sen vazifangni bajar" deydigan siyosiy faollar bo'lmaydimi? Buni to'sib qayerga bormoqchisiz? Shu ahvolga kelmadikmi? Xalq och bo'lsa, mardikor bo'lsa, buzuqchi ko'payayotgan bo'lsa, jamiyatda fohisha soni ortayotgan bo'lsa, o'g'ri soni ortayotgan bo'lsa, qanday huzur halovatda yashamoqchisiz? Boylar, kuch ishlatar tizimlar, siz qanday huzur halovatda yashamoqchisiz bu xalqni ochlar orasida? Radikallar ko'payib ketyapti kundan kun. Ko'zi qonga to'lganlar ko'payib ketyapti. Qanday huzur orasida yashaysiz? Savol tug'iladi. Savol tug'iladi. Meni savolim juda ko'p sizlarga va bu savollarni vatandoshlar, vatan egalari, siz biz bo'lsak, biz agar qul bo'lmasak, bizga sen qulsan, bizni xizmatchimiz deya ayta olmayaptimi? Shartnomamiz bormi? Vatan egasi bizmizmi? Xalq bo'lamiz. Bir odamda xalq, 10 odamda, 1000 odamda, mana shu millat irqidan farqi nazar, dinli, dinsiz yo bo'lishidan qat'iy nazar, gap bu yerda ateist bo'ladimi, musulmonmi, buddistmi, mana shu vatanda yashayaptimi, mana shu joyda tug'ildimi, farqi yo'q. Demak, u egasi vatandoshimiz, fuqaro emas birinchi labda. Biz egasi ekanmiz. Biz oldimizda xizmatchilardan hisob so'rashimiz kerak, konstitutsiyaga rioman. Agar hisob so'rashimizda to'xtatayotgan bo'lsangiz, Birlashgan Millatlar Tashkilotini konvensiyasiga a'zo bo'lib 92-yilda kirgansizlar, uni buzgan bo'lasizlar. 18da, 17da ratifikatsiyadan qayta o'tkazilgan bu, uni buzgan bo'lasizlar, konstitutsiyani buzgan bo'lasizlar va sizlar ya'ni O'zbekistonda o'zbek xalqiga xizmat qilmayotgan bo'lasizlar.
Po faktu shunaqa bo'ladi. Sabab xalq egasi xalqdir. Xalq buni turli xil yo'l orqali so'rashi kerak. So'raydi. Boshqa shakli yo'q. Sizni mush ko'tara olmaydi, so'ka olmaydi, boshqa shakli yo'q. Muloqotga kirishingiz kerak. Matbuot orqali so'raydi, yig'ilib so'raydi, borib so'raydi hokimiyat oldiga, yozib so'raydi. Haqqi bor. Turkiyani prezidentidan so'ramaydi, Putindan so'ramaydi, Trampdan so'ramaydi yoki Amerikani yo Rossiyani fuqarosi kelib so'rashga haqqi yo'q. Bu vatanda o'zbek vatandoshini O'zbekistonda tug'ilganlar va o'zbek vatandoshi bo'lgan, irqi, dinidan qat'iy nazar bu vatan egasi yozilgan. O'sha konstitutsiyaga rioya va hukumat xizmatchi va bunga xizmat qilish kerak. Xizmat qilar ekan. Xizmatchi bo'lsa, nima uchun bu daraja nomutanosiblik bor yashashda? Nima uchun sizlarning bolalaringiz mardikorlik qilmaydi, xalq bolalari mardikor? Nima uchun sizlarning maktabingiz xalq maktabidan ayrilgan elit maktablarda farzand o'qityapsiz? Xalq maktablaridagi berilayotgan adabiyotlar dunyoning hech bir joyda qabul qilinmaydi, u standart qabul qilinmaydi. Nima uchun bu eng tuban standartni ta'lim vazirligi tanlagan? Kim bunga ko'z yumyapti? Xalqdan sizlar so'rayapsizmi? Xalq rozimisiz shu ta'limdan? Xalq rozimisiz bu yashashingizdan deb? Nimaga siz xalqdan so'ramayapsizlar? Biz faollar, biz e'tirozimiz o'zimiz e'tiroz qilmayapmiz. İnsanlar yuzlarcha e'tiroz ila maktub yozadi. Menda misol uchun men bu maktubni olganim bilan ama nima yo'q-ku menda, vakolat yo'q-ku. Vakolat yo'q. Vakolat bor bo'lganlar nimaga ijro qilmayapti? Nima uchun xalq dardi buni yoritmayapti? Nima uchun millat vakillari qorni shishib ketgan biznesmen, senatorlar mahallalarda, meni mahallamda ham bor. Hammasini yegan ortida, yemagan orqasida. Bu qanaqasi bu? Vatan egasi amaldormi yoki xalqmi? Mana shu savollar siz berishingiz kerak. Hokimiyatni xohlagan bir vakiliga kuch ishlatar sizga do'q popsa qildimi? Bu yoqqa deyishingiz kerak. Sen bu yerda biz xalq bo'lsak, buni konstitutsiyani yoningizda olib yuring. Ochib oldik, mana shunday ko'zingizga shuni uring-da, mana uni o'qigin. Bunga yo amal qil, amal qilmaydigan bo'lsang, demak sen boshqa bir mamlakatni gami amal qilasan. Boshqa bir davlatga xizmat qilmoqchisan. O'zbek xalqigami, o'zbek jamiyatigami? Demak, sen bizga hisob berishga majbursan. Sen aralashma, sen tinchlikni saqla. Men birov urib qo'ysam, onasini so'ksam, o'sha payt kel. Sen boshqa payt aralashma. Sen ishingni qil. Seni ishing bu tinchlik saqlash. Hisob so'rashga haqqimiz bor. To'g'rimi? To'g'ri. Hisob bizga berilishi kerakmi? Buni ochiqlash kerak hukumat. Va insonlar siz bu narsani so'rashingiz va bunaqa savollar sizda bo'lishi kerak. Bo'lmas ekan, voy unday bo'ldi, voy bunday bo'ldi. Bundan da battar bo'lishda davom etadi. Soxta statistika dunyoga chiqarilyapti. O'zbekistonda gullik gulistonlik qog'ozda. O'zbekiston televideniyasida gullik gulistonlik. Ekologiyani rezultati butun dunyo saytlarida eng ahvol yomonligi topda turibdi. Orol muammosi, Toshkentni buzilib ketayotgan, zaharlanib ketayotgan ob-havosi, korrupsiya bo'yicha 33-o'rin, ya'ni juda katta o'rinlarni egallayapti. Inson huquqlari buzilayotganligi, so'z erkinligi to'silayotganligi, jamiyatdagi ishsizlik, psixotrop moddalar oshib ketayotganligi, ta'lim o'layotganligi, bu bütün statistikalar dunyoning matbuotida va dunyo statistikasida ro'yxatda eng oldinlarni egallayapmiz. Oylik maoshlari pastligi darajasida, yashash darajasi pastligi darajasida. Navbatlar dunyoning hech bir joyida yo'q. Yoqilg'iga navbatlar. Ya'ni bu ahvol qachongacha davom etadi? Buni kim so'raydi? Va yana savol, hukumatdagilar xoh kuch ishlatar, xohlagan biringa. Kim buni so'raydi? Kim buni tuzatadi? Kim? Mana sizlarda o'tirib o'ylanglar, hozir ko'rasizlar videoni, yozib olasizlar. Savol sizlarga, kim buni so'rash kerak?
Rossiyadagilarmi, Amerikadagilar kelib so'rash kerakmi yoki o'zbek vatandoshi so'rash kerakmi? Xo'p, so'rash kerak bo'lsa, siz so'rashiga imkon berishingiz kerak. Nima uchun og'zi berkityapsiz? Nima uchun o'ldirish bilan, nima uchun qamash bilan, nima uchun bu ishlar bilan shug'ullanyapsiz? Sizga o'shaning uchun xalq yedirib, ichirib soliq to'layaptimi xalq? O'shaning uchun jarima to'layaptimi? O'shaning uchun soliq to'layaptimi? O'shaning uchun bosh to'layaptimi? Hamma joyda ustama soliqlari bor. Hamma joyda. Dunyoning hech bir joyida yo'q biznikidek boj ustamasi, utilizatsiya ustamasi eski mashinalarga. Hech bir joyda o'z nomeriga bir parcha temirga $1000 olmaydi. Xoh Amerika, xoh Dubay, xoh Yevropa. Faqat O'zbekistonda bor. Shu daraja pul olyapsizlar, shu daraja. Ammo bunga rog'men nimaga xalq sharoitini yaxshilamayapsizlar? Savol. Bu daraja xalq buni to'lab, sizga oyliklari to'lab, o'zi mardikor bo'lyapti. Siz 20-30 million pul olasizlar. Kuch ishlatar tizimda xalqqa qarshi bo'layotgan, trollik qilayotgan, DXXda ishlayotganlar. Siz xalqqa xizmatchi va xalqqa xizmatchi bo'lganlarni ya'ni amalni suiiste'mol qilayotganlarni tergash uchun bu vatanni rivojlantirish uchunmi o'tiribsizlar yoki bu muammolarni olib chiqayotganni vazifangiz qamash, o'ldirish, tahdid qilishmi? Savol sizlarga, bu sizni yedirib ichirayotgan bu jamiyat biz bo'lsak, bu vatan egasi biz bo'lsak, siz bizgami qarshi? Kim sizga bu vakolatni berdi? Xalqmi? Savol, xalqmi berdi vakolatni? Ochiqlay olasizmi? Xalq bu shu vakolatni berdi. Qaysi xalq berdi vakolatni? Qachon ovozga qo'yildi? Muxolifat bo'lmasin, gapirmasin, tanqid qilmasin deb xalqmi bu qarorga keldi? Vatan egasimi bu? Mana shu savollar bor, do'stlar. Bu savollarni berishingiz kerak. Savollarni berishingiz kerak. Ha deb, sen izoh yozding bu yoqqa, sen uni bildirib qo'yding deb do'q bo'lsa, egilib, to'nqayib yurish bu hammamizni, ya'ni mardlarni sizlar oyog'iga bolta uryapsizlar, jamiyatdagilar. Bunaqa bo'lmaydi. Siz bu ahvolda boshingizni Strausga o'xshab qumga ko'mib, ko'tingizni ochib qo'yibsiz. Ya'ni o'tirib olib unaqa bo'lmaydi-da. Oriyat, shan kerakmi? Bular ham mana shu mahallangizdami? Bular ham shu jamiyatda a'zosimi? Marsgami ketmoqchi? Pullarni Marsga olib ketadi bular. Bular o'sha joyda maza qilib yursa, xalq, vatan egalari esa mardikor bo'lib yursa, gapirsa, taqiqlansa, bu vatan egalari xorzorlikda yursa, qanaqa bu nomutanosiblik bu? Tushunmadik biz bu narsalar oxirgi paytda rosa miyaga uryapti-da bu. Sizlar o'zi kimga xizmat qilyapsizlar? Bu vatan egasini rozi qilishingiz kerak emasmi? Bizni rozi qilishingiz kerak emasmi? Bizni rozi qilishingiz kerak emasmi siz? Xalq bilan muloqot qaysi shaklda o'tkazmoqchisiz? Hokimlar o'zlaringga oid bo'lgan jurnalistlar bilanmi, yolg'on statistika bilanmi o'tkazib, qachongacha xalq qaldaysizlar? Qachongacha aldamoqchisizlar? Savol sizlarga. Va bu aldovlaringiz nimaga olib boradi? Nimaga olib boradi? Mana shu savollarga javob so'rang. Qay ahvolga keldik? Sababchisi kim? Hukumatmi, sizlarmi? Bunga javob berasizlarmi? Bu xalqni bu ahvolga kelib qolgani, iqtisodiy inqirozi, ekologik inqirozi, qishloq xo'jaligining inqirozi, oldimizda kutayotgan suv masalasi, jamiyatda axloqsiz bo'lganligi, odobsiz bo'lganligi, bu narsalarga narkotikka ko'payotganligi, kasallik ko'payotganligini javobgari kuch ishlatar tizim sizlar berasizlarmi bunga javobni? Mahalladagi mahalla raisi, ikki pulliklar, din sotar imomlar xalq egib qo'ygan. Berasizlarmi bunga javobni? Sizlar berasizlarmi? Bo'yningizga olasizlarmi mana shu narsani? Mana shu savolni bering bularga. Qarab turlaring. Sizlar bo'yningizga olasizlarmi shuni? O'ylanglar. Kuch ishlatar tizim bo'lsa, xohlagan bir qayrayapsiz-ku, xalqqa qarshi boryapsizlar-ku. Sizlar zimmangizga olishga mas'uliyatni tayyormisizlar? Buni yaxshilab o'ylab ko'ring. Yoki tayyor emasmisizlar? Sizni majburlashdimi? Buni yaxshilab o'ylab ko'ring va to'g'ri yondashaylik. Agar to'g'ri yondashmaydigan
Bo'linadigan bo'lsa, ya'ni ichkaridagilarni qo'rqitishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin, ammo buni vaqti tugaydi. Ana u paytda hamma aybni xalq sizga yuklaydi, sizdan ko'radi. Sizmi buni qildingiz? Milliardlarni sizmi o'g'irladingiz yoki tomoshabin bo'lishiga va xalqqa tomoshabin bo'lishiga imkonmi yaratib berdingiz? Juda ko'p savollar bor. Bu savollarga javob izlashingiz kerak. Qayerda bu xalqni bu ahvolga olib kelganlar va qayerga pullarni tashiyapti? Siz bunga sherikmisiz? Yo'q, sherik bo'lmasangiz, siz unaqa pulingiz bo'lmasa, o'ylab ish qiling. O'ylab ish qiling. Xalq bilan to'g'ri muloqotga kiring. Xalq vatan egasimi? Vatan egasi ekan, egasiga xizmatni unutmang. Egasi bor buni. Vatan egalari biz o'lmadik. Alloh umrimizni bersa, biz davom etamiz bu ishlarda. Vatan egasi xalqdir. Amaldor emas. Xizmatchilar bor va vatan bor va uning egasi bor. Egasi biz bo'lsak, egasiga hisob berilishi kerak. Abadiy rejim bo'lmaydi, abadiy senzura, abadiy repressiya bo'lmaydi. Imkonsiz bu. İnson abadiylikdan, biron bir inson qurgan tuzum abadiylikdan iborat emas. Abadiylik yaratuvchiga xosdir. O'ylab ko'ringlar, har bir narsaning savol-javobi bor. Aytyapsizlar-ku, voy, savoli bor, gapirganga javob beradi. Biz vatan egasi bo'lib haqqimizni so'rasak yomonmi qilibmiz? Aybmi qidiryapsiz bizdan? Ko'ramiz. Bizni har bir gapga javob bor deyapsizlar-ku, sizni qilayotgan ishingizga javob yo'qmi? Sizni tomoshabin bo'layotganingizga javob yo'qmi? Vatan talon-taroj bo'lyapti, javob yo'qmi? Siz bu narsani ga ko'z yumyapsizmi? Xalqni qo'rqityapsizmi? Siz bunga javob bermaysiz. Abadiy shunday qoladi deb o'ylayapsizmi? Sizdan javob so'ralmaydi deb o'ylayapsizmi? Sizda buni o'ylang. Sizda buni o'ylang. Xalq bu vatan egasidir. Bir kun buni anglaydi. Ilojsiz buni anglamasdan. Va o'sha kuni so'rovga tutganda, o'sha so'rovga tayyorlaning. Sizdan da so'raladi. Va biz buni chiqib so'rayapmiz. Siz bizga beradigan so'rovingizga hozirlaning. Biz egasimizmi? Shartnomaga ko'ra xizmat bizga bo'lish kerak emasmi? Hisob berishingiz shart. Hisob bizga beriladi. Men siz uchun xalqdirman va bu so'rovni matbuot orqali mana so'rayapman. Qayerda bo'lsam bo'lay, vatan menikidir va uning egasi bo'lib qolaman. Borgan joyimni kavlamayman men. U hozirgi Turkiya bo'lsin, Amerika bo'lsin, xohlagan bir joyga borishim mumkin. U yer egasi bo'lmayman men. U yer uchun begona bo'laman. Meni sho'r tuprog'im bor. Meni o'zimning vatanim bor. Buni egasiman men. Va menday mardikorlarning hammasi o'sha egasidir. Biz buni oyoqda saqlayapmiz. Biz bu vatan uchun fidokorlik qilyapmiz. Ishsizlik bo'lsa-da, imkon berilmasa-da, biz imkon topib boshqa joylarda faqat vatanga jo'natyapmiz. Bir kunimiz yo'qki, topganimiz vatanga ketmagan. Topganimiz o'sha joyga jo'natyapmiz. Bu joylar biz uchun begona va vatan egasi biz ekanmiz. Sizga maoshni biz beryapmiz. Sizni biz yediryapmiz. Sizga uy, joy, hamma imkonni biz berib qo'yibmiz. Vatan egalari berib qo'yibdi. Va siz bunga hisob berasiz. Siz vatan egalarini xorlayapsiz, vatan egalarini so'rama deyapsiz. Demak, siz bizga qarshi bo'lasiz. Va buni hisobi baribir sizdan so'raladi. Va sizda, do'stlar, vatandoshlar, vatan egasi ekanligingizni unutmang. Kim og'zini ko'pirtirib kelsa, o'shanga konstitutsiyani har kim kichkina bitta konstitutsiya sotib oling. Kim bo'lishidan qat'iy nazar u. Qaysi DXXda ishlaydi, qaysi kim bo'lishidan qat'iy nazar qo'liga konstitutsiyani tutqizing. Qonun osti qonun chiqarilgan, uydirilgan bunaqa narsalari boshqa joyga tiqadi. Konstitutsiya bormi? Vatan u yerda xizmat xalqqa bo'lish kerakmi? Xalq sizsiz, bizmiz, vatan egasi bizmiz. Xizmat bizga bo'ladi. Xizmat qilmayotgan bo'lsa, Marsgami qilmoqchi yoki boshqa davlatdan buyruqmi olyapti? O'zbek xalqini bunaqa ahvolga olib kelganlar kim? Bu hukumat.
bunga javob berish kerak. Bu ahvolga olib keldi. Va konstitutsiyani buzishga hech kimning haqqi yo'q. Manida unida. Biz konstitutsiyadan chiqmadik. Konstitutsiyadan chiqib xalqaro tashkilotlar reglamentidan chiqmadik. BMTni da chiqqanim yo'q. Shaxsan men tasdiqlatib olganman. Butun bir efir maqolalarim tasdiqlangan. Ekspertiza va ombudsman tomonidan ham tasdiqlangan. Men o'zim tasdiqlatganman. Men chiqdimmi reglamentdan? Radikallik bormi? Yoki jamiyatni radikallikka da'vat qilyapman? Xalqaro qonunni buzyapman? O'zbekiston konstitutsiyasini buzyapmanmi? Savol jo'natganman. Tekshiring, butun bir sahifamni yo'q deyilgan. Savol shunday kelganki, yo'q deyilgan. Buzmayapsiz. Buzmayapsiz deyildi. Ammo O'zbekistonda o'tirib olib, unday bo'ldi, unday qamaymiz, ko'ramiz kimni qamaydi. Ko'ramiz Tangri taoloning irodasi bilan. Va siz jamiyatdagilar, xalq, vatan egasi ekanligingizni biling. Va hech qachon unutmangki, siz buni egasisiz. Kim sizga sizni barmog'ini uchida ko'rsatayotgan bo'lsa, o'sha barmoq ko'tiga tiqish kerak. Sababi siz buni egasisiz. U xizmatchi, xizmat qilmaydigan bo'lsa, chiqsin ishidan bo'shasin. Qilmasin xizmatni. Tinchgina xalqqa qo'shilsin, orasida yursin. Yoki boshqa joyga xizmat qilishni istayotgan o'risiga ketsin agar o'ris qilib bo'ladigan bo'lsa, o'risga qasam ichgan bo'lsa, xalqqa, vatanga, yurtga qasam ichganmi? Qasamiga sodiq qolsin. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Amaldorlik emas bu vatan. Vatan egasi xalqdir va konstitutsiyada buni yozadi. Kim buni buzadigan bo'lsa, xalqaro konvensiyani buzadi, kelishuvni buzadi va xalqqa qarshi bo'ladi. Va mana shunaqa savol javob qiling. Kim kelishidan, kim sizga popsa qilishidan qat'iy nazar. Bilingki, siz egasisiz buni. Onasini so'kmaysiz. To'g'ri. Mumkin emas. Mush tushirmaysiz. To'g'ri, mush tushirdik. Yo'q. So'kdikmi? Yo'q. So'king deyapmizmi? Yo'q. Barmog'ini uchida mushtumzo'rlik qiladigan bo'lsa, amaldaman deb, onangizni so'kadigan bo'lsa, hokimman deb, tabiiyki javobini berish kerak. Nima uchun so'kish kerak? Kimki bu? Kim berdi unga bu vakolatni? Kim u? Konstitutsiyada mi yozilgan? Amaldor so'kishi mumkin, xalq jim turishi kerak. Shundaymi? Imom so'kishi mumkin, xalq egilishi kerak. Yo'q, bu narsalar bo'lmaydi. Ko'zingizni oching. Fikr yuriting. To'g'ri fikr. To'g'ri fikr kalitdir. Rivojlanish, o'zgarish. Yo'q, to'g'ri fikrlamas ekansiz, qul bo'lishda davom etasiz. Qullik bu fikrdadir. Do'stlar, fikrdadir. Yo siz fikrda ozod bo'lasiz, yo qul bo'lishda davom etasiz. Siz zotan qul yaratmadi Tangri. Dinlar tushirdi, oq, qora bir dedi. Payg'ambarlar tushirdi, elchilar tushirdi. Ularda biz qulmiz dedi, siz ozodsizsiz dedi. Yaratganga bir dona kuchga egilasiz, unga qullik qilasiz dedi. Podshoga, amaldorga, hokimga, boyga emas. Yo'q bunaqa. Hech bir na konstitutsiyada, na dinda, hech imomga, shayxga qullik qilinmaydi. Hech bir joyda, hech bir dinda, hech bir falsafada bu narsa yo'q. O'zbekistondagi kuch ishlatar tizim dig'ig'i bu falsafani ong ostiga kirgizib, shunday imomlar orqali shundaymi boshqarmoqchisizlar? Shundaymi insonlarni omi qilmoqchisizlar? Shundaymi dunyoga sharmanda qilmoqchisizlar? Borgan joyda radikal bo'lib yuradi o'shanday. Sabab tushunmaydi-da. Siz bu ishni qilyapsizlar. Inson erkin yaratgan, hur, erkin Tangri yaratdi. Buni orqasida Tangrisi bordir va bu yerda inson axloq mezoni bor, odob mezoni bor, qonun bor. U hamma uchun bo'lish kerak. Oddiy xalqqa emas, jarimalar, qo'rqitishlar faqat oddiy xalqqa ishlamasligi kerak. Qonun hamma birdir qonun oldida. Dinlar da o'shaning uchun kelgan edi. Payg'ambarda egilgan, Xudoga iltijo qilgan, oddiy qulda, gadoyda, qorada, kambag'alda, faqirda bittagina Tangriga itoat qilgan, egilgan. Egilinadigan boshqa kimsa yo'qdir. Tangri bitta egilinadi, qullik qilinadi. Podsho, vazir, mahalla raisi yoki kimdir, yana o'zidan kimdir yasab olgan Don Corleone prokurorlar emas.
Egililmaydi ulardan. Hisob so'raladi. Hisob degani mush bilan so'ralmaydi. Hisob so'raladi. Siz hisob qachon berasiz vatan egasiga? Bizga hisobot kerak. Nimaga bu ahvoldamiz? Asta-sekin bo'lamiz. 34 yil bo'ldi. 150 yildan keyinmi bo'lmoqchisiz asta-sekin? Shu paytgacha yeganlaring qani? Nimaga xalq yemadi, faqat sizlar yedingiz? Xalq yegan bo'lsa, xalq 10 million mardikorimi bo'lish kerak edi? Ta'limimi shu ahvolda bo'lish kerak edi? Nimaga siz mingan mashinani xalq minolmayapti? Nima uchun saralanganlar, tanlanganlar faqat yaxshi yashayapti? Xalqchi. Xalq deganda tuman, qishloq bu xalqdir. Ha, omi, cho'pon, o'sha qishloqi deyiladigan Toshkentning o'zida oliy irq yasaganlar, ana mayda millatlar, o'rischa gapiradiganlar, mana shu qishloqdagi fidokor va samimiy, oddiy, sodda mana shu xalqdir. Nimaga buni 1-2 bo'lmayapti? Nima uchun bunaqa aldanish kerak? Nima uchun bu ahvolda yurish kerak? Nimaga? Kim sababchi bunga? Kim olib keldi bu holga? Bunday savollarni bering. Yetar do'stlar, qarab o'tirasan insonlarda bir o'zidan chiqib bir to'g'ri fikr yo'q. Ana u ekspertman degani musor narsalarni qarab o'tirasan internetda. Qilmadim efir, analitika qildim. Yorilmaysizlarmi? Bu fikrni bir dangal gapirilmaydimi? Yo'q, bir ikkita bor. Ha, muxolifatman degani tum taraqay bo'ldi. Dolyasini oldi, soqqasini oldi, katta ko'pchiligi quyonni surdi. Ko'rdinglarmi? Shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Har kim dolyasini oladi, jimjit bo'ladi. Sizga qoladi bu narsalar. Sizni aldashadi har doim. Men buni bilganim, analitika qilganim va tushunganim uchun fidokorlik qilib, vatan hammamizniki. Bu vatan menga ham tegishli bo'lsa, sizga ham tegishli. Buni rivoji uchun, buni taraqqiyoti uchun biz mas'uliyatdormiz. Qochib qutulib, ko'zingizni yumib, gapirmay, aylan voy menga teginmayapti, voy teginib qo'yadi. Xotinchalik qilib o'zgartirib bo'lmaydi. Kimdandir kutib o'zgartirib bo'lmaydi. Har kim chiqadi, o'ziga yarasha statusga ega bo'ladi, kelishadi, soqqani oladi, yo'q bo'ladi ertaga. Teshik tog'ora bilan siz qolasiz. Blogerlarga to'lanadi, to'lamasa gapirmaydi, bo'lmasa maqtaydi yoki tanqid qiladi, og'zini yopishadi, ish berishadi, pul berishadi, orqa varatdan moliyalashtirishadi. Yo'q, ular ketdi, kayfni qilib yuribdi. Teshik tog'ora bilan siz tappi yoqadigan oddiy dehqon, oddiy qiynalayotgan piyoz ekib, piyozingiz dalada qolayotgan, karam ekib, karamingiz sotilmayotgan, uzum ekib, uzumingizni sotib pulini ola olmayotgan xalq biz qora xalq qoladi. O'zini qora xalq vatandan ayirmayotgan, shu vatanni sevayotgan oddiy insonlar bor-ku, samimiy, oddiy insonmiz biz hammamiz. Meni ko'radiganlar ham oligarxlar yo'q, puldorlar yo'q. Ko'rmaydi bizni puldorlar. Mensimaydi bizdek odamlar, puldorlar. Ular hokimiyatni yalaydi. Ular yaloqi, sizga bizdan emas ular. Ular shunday o'zini shunday oliy irq sanab olgan. Toshkentga borgan, bizneslar ochgan, o'rischa gapiradi. Shunaqa oddiy bu vatanni ekologiyasidan qiynalayotgan siz u biz bor-ku, oddiy odamlar teshik tog'ora bilan qolamiz. Shuni biling. Unutmang. Ya'ni oq qorani ajrating, fikr yuriting, savol berishda to'g'ri savol bering do'stlar. To'g'ri savol bering. Ko'rib kuyunib ketaman insonlarni fikrlashi, izohlashi yoki o'sha million prosmotr bo'layotgan videolarni ko'rib Instagramdagi din sotayotgan, nima bir balolar rivoyat sotayotgan, bir balolar qilayotgan achinib ketaman bor-ku, ahvolimiz 5 battar bo'ladi-da. Biz o'zgarishimiz fikrda qullikdan hech bo'lmasa qutulishimiz kerak. Zehniyatdan qutulishimiz kerak. Ana o'shandagina o'zgara olamiz. Buni tezlashtirishimiz kerak. Ha, 100% inson qutulmaydi bundan. Qutulganlar bularni isloh qiladi. Dialogga hokimiyat, hukumat hamma bilan kirmaydi. Majbur qoladi faollar ko'paysa. Har joyda, har regionda birlashishimiz kerak, do'stlar. Mana obuna videolar, shunaqangi manfaatli videolar bor, maqolalar bor. O'zingiz ko'rgan bo'lsangiz boshqaga ulashishingiz mumkin. Obunani ko'paytirish mumkin, izohlari yozish mumkin, tarqatishiga yordam bo'ladi. Nol holatga kelib qoladi. Yangi bir voqea, yangi biron bir narsa kutiladi.
Yo'q, fikrlash o'zgarmayapti. Yangini bergan bilan yangi so'zing hayfga, yangi ma'lumoting hayfga, sarobga ketadi. Sarobga ketyapti-da ba'zi narsalar. Jamiyat o'zini qotiliga, o'zini sig'inishda, qullik zehniyatidan qutula olmayapti. Uni yangi fikr emas, bor fikrni qaytalash bilan o'zgartirish mumkin. Va nihoyat sen egasisan. Qayta takror bilan o'zgartirish mumkin ekan. Yo'q imkoni yangi ma'lumotlarni ChatGPT'dek sun'iy intellekt berib yotibdi-ku. U bilan inson buni hazm qila olmaydi. Borini ko'rishingiz, qo'llab-quvvatlash yo'q. Tomoshabin bo'lib yangi biron narsani izlab o'tirishadi. Yangi biron nima deb uni orqasidan ketadi. Sun'iy muammolar, sun'iy artistlar muammosi, yana bir narsalar yaratishadi. Uni keyin hal qilishadi, qahramon qilishadi, diniy biron narsalarni, kontentlarni yaratishadi, musur, keyin uni ijobiy hal qilishadi, DG'ga chaqirtirishadi. Shu bilan ya'ni jamiyat aldanyapsizlar-ku, aldanyapti insonlar. Mana muammo hal qilyapmiz. Muammoni yaratayotgan o'zi, hal qilayotgandek bo'layotganda o'zi. Bu muammo emas-ku. Unaqa bo'ladi jamiyatda. Ta'limsiz qolgan jamiyat shunaqa narsa muhokama qiladi. Mayli. Mayli, bir savollarga qaray. Mana sen hukumatdagilar senlar ham bitta yo'lda yemiryapsan. Men nimani yemiribman? Kalla baram. Oylikka yashaydigan odamman mana. Oylikka. Hali 1-2 bo'lmayapti. Oylik halol yashaganim uchun nimani yemiribman? Jinni bo'lganmisan? Trollikka ham boshqacha shaklini qilsangchi. Taraqqiyot shunday. Ancha izohlar yozilibdi. Haq so'zi yozganlari haydaydigan. Qanaqa haq so'z yozadi? Trollikki boshqa shaklini. Sen haq so'zingni jamiyatga yetkiz, menga yetkizma, amaldorga yetkiz, do'stim. Men bilmaganga yetkizyapman. Seni biliming, aqling juda ham kuchli ekan. Nima qilasan bu yerda o'tirib? Sen jamiyatga yetkiz. Troll akkauntdan kirma, amaldorga savol ber. Kalla varam. Bu kallani ishlatsang-chi. Mana shunaqa odamlar. Menga yetkizma. Men bilmaganga yetkizyapman. Bilgani uchun emas. Meni gapim bilganlar uchun emas, siyosiylar uchun emas. Zotan bilishadi buni. Bilmaganga yetkizish meni vazifam. Zotan buni biladi-ku meni gapimni. Bilmaganga yetkizish. Senda zo'r fikring bor ekan, menga yetkizma. Meni vakolatim yo'q. Baribir biron narsani hal qila olmasligim mumkin. Menga vakolat berilmagan. Tushunding? Amaldor emasman, saylab qo'yganing yo'q, moliyalashtirmayapsan, pul bermayapsan, to'g'rimi? Oylik bermayapsan, nima qilasan mendan so'rov qilib? Sen jamiyatga yetkiz, yon atrofga yetkiz, savolingni amaldorga ber, mahalla raisiga ber, qayerda yashasang, mana shunga ber. Mana shu holatda o'zgaramiz. Sen menga berma, sen amaldorga, hukumatga, bunga ber. Bilmaganga o'rgat. Mana o'rgatyapmanmi chiqib? Bitta bilganingni izohlab, voy zo'r bilimingni ko'rsatib o'tirma. Hojat yo'q. Savol: uyg'onish bu haqiqatni ko'rishmi yoki himoya qila olish, jasorat topish? Uyg'onish jasorat topa olish. To'g'ri fikr odam, to'g'ri fikrlagan odam jasorat topadi, o'zini kim ekanligini biladi. Siz kim ekanligini bilmasangiz, ish joyingizda ham xohlagan kuyiga solishadi siz. Eshak qilib ishlatadi. Siz kimligingizni bilasiz. Siz bu dunyoga kelgansiz, erkin kelgansiz. Fikringiz bor, siz qul emassiz. Vatanning ham egasi konstitutsiyada xalq deyilgan, xalq manbai deyilgan. Xalqqa xizmat qilinadi, to'g'rimi? Va siz buni anglashingiz, xo'p, shunday ekan savol berishingiz kerak. Xizmatchi nimaga bunchalik boy, yegan oldida, yemagan orqasida, juda bir shohona qasrlarda yashaydi? O'zi xizmatchi bo'lsa,
yo astag'firulloh, biz bunaqa yashayapmiz. Bu nima degan gap? Jumbul jamoat degan savol bo'lishi kerak-da. Yo Prey demisizmi? Ya'ni umumiyda chapanasiga. Yo bo'lmaydi bu gap. Bu yerda nimadir xato. Shunday emasmi hokim? Shunday emasmi amaldor deyishingiz kerak edi. Nimadir xatoda shu yerda. Xo'p, konstitutsiya yoningizda ko'tarib yuring konstitutsiyani. Xalq manbai ekan. Siz xizmatchi ekansiz. Bizni rozi qilishingiz kerak ekan. Qaysi shaklda rozi qilmoqchisiz? Jarimami olib? Ha? Limitlarni oshirib? Ishsizmi qoldirib? Ta'limsizmi qoldirib? Ha? Axloqsizmi qoldirib? Shu holdami rozi qilish? Shuni rozi qilish? Ishsiz ayollar, ishsizlikda fohishalik qiladi katta ko'pchilik. So'raganman men Turkiyada. O'zim mehmonxonada ishlayman. 3 yildir mehmonxonadaman men. Minglarchasini ko'rganman. Yosh qizlardan so'rayman. Yosh kattalar bilan ishim yo'q men. 40 ga kirgan, 50 ga kirgan fohishalik qiladigan, u endi uni kasbi, u bilan ishim yo'q. Ammo 18, 19, 20, 22 yoshidagi qizlardan so'rayman, nima majbur qildi singlim bu ishni qilishga? So'raymanmi? Yoshi katta odamlar bilan kelyapsan bir. Bu qanaqa bo'ladi ertaga bunday bo'lsa? Kasal yuqtirib olsang, ertaga farzand ko'rishni, oila qurishni istamaysanmi? Nimaga bu yo'lga kirding? Erim tashlab ketdi, ishsiz qoldim. Qaynonam haydab yubordi, u bo'ldi. Mana shunaqa ishsiz qoldim. Asosan ishsiz qoldim deydi. O vatan egalari shu ham shu fohishalik qilsa-da meni e'tirozim yo'q, nima deyman endi? Men oilasini boqolmaganimdan keyin bu ishingdan qayt, betofiq deyishim kerakmi? Yo'q tabiiyki. Ammo ko'zingga qara, ehtiyot bo'l deyishim mumkin. Boshqa nima deya olamiz? Ammo nimaga bu ahvolga ishsizlik kim keltirdi bu ishsizlikni? Ish bilan kim bizni ta'minlash kerak? Ha, sen nima ekansan? Onangni eshaklar tepsin seni. Endi og'zimga yaxshi keldi. Sen kunti udalit bo'lding sen. O'zbekistonda edim mana. Sen O'zbekistonda yozayotgan bo'lsang, mayli, og'zimga yaxshi keldi. Mayli, shu gün senga so'kmay qo'ya qolay. Ammo yana bir akkauntdan kelsang, onalaringni Uchqo'rg'ondan ko'rsataman. Aytib qo'yay. Shunaqangi achchiq tilim borki, keyin kuni bo'yi shokda yurasan. Voy shundan eshitdim deb. O'shaning uchun ko'tingni qisib ketaver. Sening hojating yo'q bu yerda. Sendagi troll haromlar bilan keyinchalik shug'ullanamiz. Yoki davlat qarorlarida xalq muhim yoki natija, agar natija yaxshi bo'lsa, axloqiy xatolar oqlanadimi? Uni siz nimaga bering? Vakolatli insonlarga bering. Yoki jamiyatga bering. Bu savolni beringda, insonlarga bering. Yon atrofingizga bering. Bu oqlamasligi bu ham nimaga bog'liq? O'sha jamiyatni qay darajada, qay salohiyatiga bog'liq. Jamiyat yo'q, oqlamaydi. Buni biz qabul qilmaymiz desa, unda o'sha joydagi e'tirozga bog'liq. Yo'q, hamma narsaga e'tiroz qilmaydigan, shukr qilib, egilib yurgan odam u siz aytayotgan narsa hali nima ungacha bor hali. Ha, shunday javobini beribsiz, rahmat. O'zbekistonda turib trolllik qilmoqda. Trolllar bo'ladi. Bular shuni ishlatyapti. Sen o'shaning uchunmi senga oylik beryapmiz? Senga biz bu uchun bermayapmiz. Sen xalqi, jamiyat ahvolini yaxshilash uchun senga shunday Xorazm ko'proq jon kuyar. Xorazm jon kuyarmiz. Ming afsus, har doim jon kuydirib yurishimiz. Qayerda bo'lsak-da vatan dardida yuramiz. Tabiiyki buni qiymatini biladiganlar kamroq, ammo yaratgan qiymatini bilsin deymiz. Vatan egasi biz bo'lgandan keyin bu vatan egasi bizga javob berish kerak bo'lar. So'ramayotganlar uchun da biz so'raymiz. Bularga javob bermasa bo'lmaydi. Ya'ni siz oyoq osti bo'lasiz, do'stlar, oyoq osti bo'lasiz.
Eshiting. Hayotda, psixologiyada bitta narsa bor, qonuniyat bor. Bu temir qonuniyatdir, o'zgarmaydi. Agar siz qanchalik egilsangiz, shunchalik ustingizga chiqib sakraydi, sakrashadi. Birovga izn bersangiz, ko'tingizga bitta tepishga, deb yaxshi tepdingiz, bu yog'iga ham bitta tepib qo'ying deyishda davom etsangiz, sizni oyog'ini tagiga olib ezg'ilaydi. Bu insonni instinkti, insondagi bu joylangan bir ya'ni psixologiyadir bu. Yomon odatdir. Ya'ni balans bo'lishi kerak. Siz agar borligingizni men borman demasangiz, siz oyoq ostida qolasiz va sizni qoldirishadi. Hamma davlatda, hamma jamiyatda, har yerda bu qonun bir xil ishlaydi. Boshqa shakli yo'q. O'shaning uchun qonunlar bilan himoya qilinadi. Hukumat oyog'ini ostiga ola olmaydigan darajada yo xalqda qurol bo'ladi Amerikaga o'xshab, balans bo'ladi qandaydir. Ha, tartibsizlik, ijtimoiy muammolar, migratsiya muammosi har xil hamma davlatda o'ziga yarasha bor. Axloqiy muammolar, bu narsalar bor narsa. Boshqa rivojlangan davlatlarda ham. Faqat sizni ezg'ilanmasligingiz, siz oyog'i tagida qolmasligingizni yagona buni yagona narsasi bu siz borligingizni bildirish. Biz bormiz deyish, bormiz do'stim, boshliq biz bormiz, biz vatan egasi biz bormiz. Mana shuni bildirishingiz. Siz bildirmas ekan, to'nqayib egilib, ha desa egik, ha desa rozi, hamma qonunga rozi. Bersa ham rozi, bermasa ham rozi. Shukr-da, shukr. Yeb turibmiz-ku. Siz yeganing ziqqin bo'lyapti sen. Yeb kasal topib, davleniya bo'lib, qand kasalligidan O'zbekiston rekord qo'yapti. Dunyoning hech qayerda yo'q O'zbekistondagidek dorixonalar. O'zbekistondagidek sifatsiz biron bir dori boshqa joyda sotilmaydi. Mana shu Turkiya ham abgor ahvolda. Lekin dori aptekalar 7 danga yopiladi. Tamom ishlamaydi. Bir 2-3 ta dejurn apteka qoladi. Bu ham bizdan 5 battar joy. Cho'kib ketyapti iqtisod. Ammo shunga rag'men insonlar bu qadar kasal emasda, endi hech bo'lmaganda-da bizda yeyish va sen yeyotganing senga zahar ziqqin bo'lyapti-ku, to'g'ri düzgün biron narsa yeyapsanmi? Qo'lingga nima duch kelsa, ochligingdan tiqyapsan sifatsiz bo'lgan mahsulotni. Yeyapmiz-ku, shukr endi. Ochidan ochidan o'lishda emas, insonni yashash bilan yashash farqi bor. Qaragin, qo'lida amaldori 50 ming, 100 ming dollarlik soat. Tasavvur qilgin, nima yeydi ular? Qayerdan buyurtma qilib kelinadi ularga? Buyurtmasini bilasizlarmi o'zi ularni taomlarini? Qanday shampan ichadi, qanday viski ichadi, qanday konyak ichadi? Fransuzski konyak 10 ming, 15 ming, 40 ming dollargacha. Suvni bilasizlarmi? İchadigan eng past ichadigan San Pellegrino. Barjoma eng tiftor amaldorlaring ichadi buni. Shishada suv ichadi, shishada, butilkada, butilirованный suv ichadi. Birontasi baklishkada suv ichmaydi. Sizdan keladigan anu suv ichmaydi uni. Ishonmaydi unga. Fransiyadan keladi, Italiyadan keladi suvlari. Shishalarda keladi. Tasavvur qilasizlarmi? Siz nima yeyapsiz-u, nima ichyapsiz-u, qayoq holdasiz? Qorning, nonni ham, buxonkani ham olib tiqsang piyoz bilan yoki kartoshka, makaron bilan, bu ham yashash. Bunda zehniyat bo'ladimi? Bunda fikr bo'ladimi? Bunda bir ruhiyat bo'ladimi? Bunda kimligingni anglaysanmi? Tavba qildim. Yo'q, anaqa birov so'kib o'tirmanglar-da. Bu birov komil akami boshqa ham kerak emas. Ular komil deydi. Men komil emasman-ku, bu jinni bo'lganmi bu turo? Bu jinni bo'lganmisa, komil nima qiladi bu yerda? Tomin ketganmi sani? Tarbiyalash kerak. Ishimiz ham shuda. Qo'ldan kelgancha shunaqa yetkazamiz. Qichitib qo'ysangiz biroz. Komil deydimi? Trollikka ham eplolmayapsan, Komil bilan nimaga aralashtirasan? Bor efirga kirda trollik qil, eshitadiganingni eshitasan Komildan.
Kalla baram biladi. Jinni bo'lgandaysizlar ekranning orqasida. Kuntilar biladi. Orqangizga e, nima tiqib gapirtirishadi masalan, biror narsa tiqishadimi deyman. Trollar. Ey, trollar. Qichib ketdimi? Qayerlaring qichib ketdi? Shoshmay turlaring, har narsani savol-javobi bo'ladi. Xudo xohlasa. Sizlar tabiiyki yaratganga ishonmaydigan ko'ping shunaqa churbansalar, mayli u seni o'zlaringning ishing. Ammo shoshmay turlaring. Tangri taoloning irodasi bilan hali post ham qo'yamiz. Tangri taoloning irodasi bilan hali shoshmalaring. Charxpalak aylanadi, navbati bilan aylanadi charxpalak. Xudo xolasa o'sha kuni hollaringni ko'ramiz hallari. Davlat aqli unutmaydi. Davlatchi odamlarni unutmaydi. Manday odamlar bilib qo'y. Biz shikoyatshunos yoki blogerlik qilib kimdandir pul olib, hukumatning yaloqisi yoki muammoni olib chiqib pul ishlab yurgan odam emasmiz. Bizday odamlar bilan o'ynashma, kunti. Juda zlopamyatni bo'lamiz. Senday haromlar qayerdan yozyapsan, nima qilyapsan, qaysi kim, Alisher Sadullayev gruppasidanmisan, Komil Allamjonov gruppasidanmisan, kim seni gruppangda, hammasini hisobini bir kun kelib so'ratamiz va bunga biz buni ortida yuramiz. Davlatchi odam bilan tanqid qilib o'tiradiganni farqli. Juda ehtiyot bo'l, aytib qo'yay, o'ynashma. Haqiqatdan o'ynashmagin. Har narsa qilsak ham, agar o'zimiz qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar, biron joyingga biron narsa kirib ketadi bir kun. Zotan bilamiz qayerda, qaysi joyda, Yunusobodda uy ochilgan ofislar, hamma adreslari qayerdan yozasizlar, hammasini ko'pisini bilamiz. Shuni bilib qo'y. Qanaqa odam tilini, nimasi she'rini buzib tahlil qildik? Buni buzib tahlil qilmadik. Bu ham fikrimiz, u bilan hech nizomiz yo'q Mahmudjon bilan. Mahmudjonni men taniganimda sen hali yuruvding. Yani Mahmudjonni birinchi yoygan insonlar eshitishi uchun 2000 ta, 1000 ta ham obunachi yo'q edi Mahmudjonda. Sen bir trollikka boshqacha shaklini qilsangchi. O odamlarni men bilgan paytim sen yuruvding nanna deb. Ha, qo'yamiz. Borib ko'ring nima odam tiliga. Biron marta Mahmudjonni tanqidmi qildim? To'g'ri fikrlar beryapti. Ko'ring. Nima qilasiz bu yerda? Uni buzib qo'yding, buzib qo'ymading. Uni postini ham olib qo'yamanmi? Biladi-ku o'zi. O'shani tarqasin, bilsin odamlar deb tarqataman uni. Men uni tarqatadigan paytim unday odamlarni yuruvding, trollik ham qilmayotgan bo'lsang kerak. Necha yillar bo'lib ketdi unga. Ilmiy tilda. Mahmudjon akani ham ko'rsa bo'ladi. 7-8 yil bo'lib ketdi-yu men Mahmudjonni bilib. Hali u payti faqat post qo'yardi, video qo'ymas edi. 7-8 yil bo'lib ketdi. 2-3 yil tinmasdan tarqatganman uni. Videolarini qirqib, kanallariga odam yo'naltirganman. YouTube'da hech kim yo'q edi uni. Bizdek odamlar uni eshitardi, tarqatardi. O'shaning uchun kerak emas uni bitta yozib o'tirish. Mahmudjon akaga e'tirozim ham yo'q. Fikrlarini qo'llab-quvvatlayman. Ba'zi hammasiga qo'shila olmayman, sababi endi u degani mana u odamga biron bir e'tirozim bor deganimiz. Qo'shilmasligim endi tabiiy insonmiz, hammamizda fikr nima bor. O'shancha hozir bu yerda chapanasiga bu yerdagi biz efirlarimiz suhbat oddiy odamlar uchun. Bu yerda ilmiy tilda fikr bildirayotganimiz boshqasi yo'q. Oddiy insonlarga biror narsa yetkazish kerak. Fikrni uyg'otish uchun bir boshqacha metod tanlangan meniki. Men bu yerda biror narsani ilmiy qilganim befoyda baribir. Jin emasman-ku, befoyda narsani qilib. Mana shu uslubda biroz yetib boradi insonlarga. İnsanları fikrlashga, undashga, so'rashga, egasi ekanligiga va vatan egasimi yoki
Sen vatannikimi? Sen vatanniki bo'lsang nima farqi bor? Vatan egasi bo'lsang nima farqi bor? Yoki sen vositami qilinyapsan? Buni nima farqi bor? Mana shuni qayta-qayta men aslida videolarimda bu narsalarni takror-takror qilaman. Zaten bu narsani inson anglamayotgandan keyin nima qilish kerak? Unga ilmiy o'zbekcha tushunadigan, ha, ilmiy bo'ladigan mavzular ko'p va qilayotganlar da bor. Borib ko'rish tavsiya qilaman. Faqat o'zbek tilida emas, yaxshi ingliz tilida, rus tilida, turk tilida bor, misol uchun. Olimlar bor, men ko'rib boradigan, ilmiy tushuntirib beradigan. Shunaqa. Mayli do'stlar, sog' salomat bo'lasizlar. Fikrlarim aytadiganimni aytib o'tdim men. Bu yerdagi endi izohlar katta ko'pchiligi trollar kunduz bo'lganiga bular ishda-da, o'shaning uchun qichib ketib emas ishga tushgan. Aslida bunday efirlarda kamida 1000-2000 ta odam o'tirishi kerak. O'shanda jamiyat o'zini aktivligini ko'rsatadi. Unga to'sqinlik qilsa-da o'tirish kerak, ko'p bo'lish kerak. Sog' bo'ling, sog' bo'ling. Yaxshi niyatli insonlarga har doim qo'lim ko'ksimda. Sizlar da sog' salomat bo'linglar. Oilangizga, ishlaringizga baraka tilayman. Yaxshi insonlar va xalqimiz, vatan egalariga hammasiga sog'lik, salomatchilik tilayman. Sizga boshqa akkauntdan kelsan, Kunti. Kunti. Jaylab, men Istanbuldagi eng sentr joydaman. Dolboyib, qani qorong'i xona. Deyibmisan sen Jaylab. Men bilad, markazda o'tiribman, bilad, turistlar bor. Yonimda dengiz, gullik gulistonlikda o'tiribman. Chort, jinbirni bo'lganmisan sen, bilad, dovdirmisan. Bu meni ishimdan chiqqan hozir xonam bu. Dinozavr, jinnimisan sen, bilad. Kellangda ozgina nima bormi sani? Ish bormi? Trollikka boshqacha shaklini qilsangchi. Ketding sen ham uchun. Meni qayerda o'tirganim, bu hech narsaning ahamiyati yo'q. Jinni, men o'tirgan joyim dengiz bo'yida, bilasanmi? Ahmoq biladi. Har kun dengiz bo'yida nafas olib kelaman. Kallada krisha borasan-da, biladi. Yigirma 24 soat atrofimda hamma narsa ishlaydi men. Down, dinozavrmisan sen? 24 soat xohlagan narsang sotadi, hamma narsa. Yonim gullik gulistonlik bu yer meni yonim. Jinni. Shunaqa. O'shaning uchun bunaqa trollarga alaykum assalom. Rahmat, sog' bo'ling. Bular bilan shug'ullaniladi va tabiiyki vaqti kelganda shug'ullaniladi. Biz vatan egasi, vatan egalari hisob so'rashimiz kerak. Bular qarshilik qiladimi? Pegasusda to'sadimi? Trafikni to'sadimi? Buni siz bilan biz aktiv bo'lishimiz kerak. Tabiiyki to'sadi. Tabiiyki istashmaydi. Gapirishga. Bular uchun qanaqada bu o'g'ri, muttaham, haromxo'rlar uchun shu hamma og'zi egilib, to'nqayib yursa, bular qirolday barmog'ini uchida xohlaganini o'ynatib yursa. Hukumat degan xalqi xizmatini qilish, barmog'ini uchida o'ynatish emas. Trollarni ishga solsa, siz bularga qul bo'lsangiz, bo'ldi, o'shani istashadi. O'shaning uchun gapirtirishmaydi. Bo'lmasa nimaga? Nima mushmush tushiryapman? Pulim bormi? To'g'rimi? Gapimiz bor, fikrimiz bor, savolimiz bor, so'rovimiz bor. Hisobot so'rayapmiz. Vatan egasimiz. Soliqlar to'layotgan soliqlarimizni hisobotini so'rayapmiz. Nima bo'ldi? Qani resurs, qani oltin? Uni istashmaydi-da bular. Tabiiyki, voy, zo'r tanqid qilyapti-da, shu Farruh, buni ham ochib qo'yaylik, hamma ko'rsin buni demaydi tabiiyki. Demaydi. O'zini odamlari bor, o'zini
yollanganlar bor. O'shani fikrlari neytral, ne issiq, ne baliq, ne riba, ne miyasa deydi-ku. O'shanday e, iliq, ilmiq bunaqa hukumat bilan hisoblashadigan, fikr bildiradigan, O'zbekistonning ichida muxolifat ko'rinadigan, tanqid qiladiganlari bor. Tashqarida ham ne riba, ne miyasa katta ko'pchiligi to'g'ri fikrlilar bor. Tabiiyki, ularni o'zingiz farqlab olasiz. Endi bular ichkaridagi boshqa shular gapirib qo'yadi, muhokama qiladi, podkastlar qiladi, tanqid ham qilib qo'yadi ora-orada. Unday chiroyli, suxandonlik bilan mana shunday gapiradi-da. U bila shuncha yildan buyon bu o'tirganlar, bu podkastlar mana shu 5-6 yil hech narsa bermadi jamiyatga. Sababi soxta bular, soxta. Fikrni chalg'ityapti. Konkret insonlarni to'g'ri yo'lga yo'naltirmayapti. To'g'ri savol berishga yo'naltirmayapti. To'g'ri savol o'zi bermayapti. Va javobni bermayotgan bo'lsa, xalqni to'g'ri savol berishga undamayapti. Nimagaki undasin? Kayf qilib maishatlarda rasmlari bor-ku, bular shishib yuribdi bular. O'zbekistonda undan pul oladi, bundan pul oladi, grantlar olishadi bular. Din sotarida tishini kavlab, janozaga borganda tishini kavlab keladi-ku, din sotar, shishib ketgan. Bular axloqdan, jamiyatni to'g'ri bo'lishini istovchi odamlar. 50 boshi, 100 boshi borib oltin savdosi bilan shug'ullanadi. Mana mahallamda ham bor. G'irt, zirt, birt 50 boshi. Nima qiladi u? 50 boshi bo'lib ketaverib. Oltin olib keladi, oltin sotadi naxu. Nima deb o'ylaysiz? Qatdan oldi u imom bo'lib, 2-3 uy, 2-3 xotin. Qayerdan oldi u? U minib yurgan inomarkani qaysi puliga olibdi? Bular amali soliqqa bulardan ham spros so'raladi. Bu artistlar, mashshoqlar emas. Shoshmay tursin bular. Bular hammasi shunaqa. Bu o'tirgan ichkaridagi jamiyat, kim jamiyatni o'zgartiradi? Pulini olgan, xalq sizdan ham oladi, hukumatdan ham oladi onasini hamsin. Yegan oldi demagan orqasida. Tabiiyki sizga aql o'rgatadi. Gapirma deydi. Menday odamlar to'sib qo'yadi-da, bularning o'zini so'raydi. Bu yoqqa kelsan deydi. Tekshirtiradi va prokuraturani majburlaydi. Bor bu hisobini bersin deydi. Qaysi puliga olibdi bu deydi. Nimaga bu xalq nima din sotishganmi kelgan yo xalqni insonni jamiyatda to'g'ri fikrlashga axloqli bo'lishgami kelgan? Nimaga keluvdi o'zi bu? Xizmati nima buni? Biznesmen bo'lmoqchi bo'lsa ketsin bu. Imomligini tashasin-da bizneschiligini qilsin. Biznesga yo'nalsin. To'g'ri düzgün ishini qilsin. Nima bor o'tdi unga chiqib olib imomchilik qilishi? Ko'tini qisib yo uni qilsin yo buni qilsin. Xohlagan biri jurnalisti bor hammasi sotib olingan. Bularni katta ko'pchilik ko'rmayapsizlarmi qanday o'tiradi, unday tanqid qiladi, bunday tanqid qiladi, muammoni olib chiqadi, stavkasi bor hammasini. O'shaning uchun befoyda u insonlar sizni teshik tog'ora bilan qoldirishadi. U sizni hech qachon xuddi mana Lenin qanaqa qilib kelgan? Lenin qanday qilib xalq aldadi, gipnoz qiladi-ku bu. Atrofida Lenin atrofida to'la edi buni gipnozchilar. Enasini ko'rsatdi-ku, xalqi 20 millionni qatliam qilgan. Chorri qatliam qildi, xalqi qatliam qildi, repressiyani boshlandi. Lenin, Stalin bir odam-ku ular, bir hamfikr, keyin bir-birini yeyishni boshladi, o'zaro yeyishni boshladi. Eshakdek o'lib ketdi Lenin. Undan keyin Stalin hukumat egalladi. Enasini ko'rsatdimi? 38-yil qatliami, 33-yil ocharchilik enasini ko'rsatdimi? O'zini Rusini ham, Turkistonlikka ham enasini ko'rsatdi-ku. Qizil terror deb Rus muxolifatini ko'rib, qizil terrorni kim uyushtirdi? Nima deb keluvdi, revolyutsiya qiluvdi? Xalq turdi, qora ishchilar nomidan keluvdi. Shunaqa bu. Men bu indamasangiz qo'yib bersangiz bor-ku, mana podkastchi, voy unday bo'ldi, O'zbekistonda bunday o'zgarishlar bo'lyapti. Mana ko'ring muammolar bor. Hammasi 2 pullik marazmatik bular. Grant oladi bir. Grant berishadi bularga. Nima uchun bizday odamga grant topshirganman bermaydi? BMT Birlashgan Millatlar Tashkiloti xunasa tashkilotga aylangan. Sababi O'zbekistondagi ham do'li oladi. Rossiyani, Xitoyni juda kuchli nazoratida. To'g'ri odamga birontasi grant bermaydi. Topshirganman men grantga. Bermaydi bu marazlar. Sababi grant olish uchun
Mana biz mana shunday ishlar, byurokratik ishlar kerak. Bular byurokratiyani rosa qotiradi. Mana shu ishlarni qilyapmiz. Mana Orolbo'yi muammosi, mana muammolar olib chiqyapmiz. Enangda aminim olib chiqyapsan. Qo'pol qilib aytganda, xo'p sen muammoni olib chiqar ekansan, nimaga bu muammo yechilmayapti? Nimaga jamiyat vatan egasizligini his qilmayapti? Nimaga sen buni o'rgatmayapsan? Mana shu joyda-da do'stlar, bular grant oladi ichkaridan, keyin popsa qilib, shantaj qilib, hokimiyatni ham soqqasini oladiganlari bor. Bo'lmasa mana shu muammoni olib chiqaman. Tashqarida ham ko'p shunaqa. Hujjatsizdirladi, hujjat olib chiqadi, hammasi boshqa davlatlarda joylashib olgan, o'z vatandoshlikda O'zbekistonda nahida voz kechib olgan. O'shaning uchun ular bemalol o'tirib soqqa oladi u yoqda ham. Keyin hozir yo'q bo'lib ketdi. Nimaga yo'q bo'lib ketdi deysiz, katta ko'pchilik. Oladiganini oldi. Teshik tog'ora bilan o'sha qishloqlarda yashaydigan vatansevar, fidokor, siz biz bor-ku, oddiy insonlar, oddiy yuribmiz-ku, taksichidirsiz, bilmam, dehqonsiz, farqi yo'q. Biron bir joyda ishingiz bordir, qiynalib yuribsizmi, ezilib, yo mardikorsiz, menga o'xshab uy qilaman, uyimni tuzataman, bir eshik olaman, pol qilaman yoki biror narsa qilaman deb ishlab yuribmizmi eshakda? Mana u haromlar yozib o'tiribdi-ku, ishdan tashqari bu ish qilamiz. Oylikka O'zbekistonda bo'lmagandan keyin bu yerda har tugul bir 10 million bo'lmasa ham 10 millionga yaqin Turkiyada ham pul beradi. Shu 10 milliondan ozi bir hech narsa pul bo'lmaydi-da. Qanaqa uy uzatishingiz mumkin? Qanaqa unga yeb ichasizmi? O'shandan biz sal orttiramiz. Bu yerda ham Turkiyada oylik ko'p emas-da. Biz teshik tog'ora bilan qoladigan biz. Hisob bizga berilishi kerak. Siz bizni yonimizda olmayotgan millat vakili, bloger, narsani amiga kirib ketsa ular o'zining manfaati bilan yuribdi. Uni sifatli videosi-yu, sifatli kontenti, kameralari eng professionallari qo'yib olib o'tirib studiyalarda. Studiyanga qo'ygan biladi. O'shaning uchun bularga anaqa kerak emas. Yaxshi gapirib, voy bular yaxshi, odobli bo'lib. Bu umuman ishlamaydi hozir bizning jamiyatda. Bunaqa odobli bo'lib, yuvosh bo'lib biron narsani tushuntirib o'tiribdi-ku. Shunaqa tushuntirib, bu umuman jamiyat u darajada emas. Jamiyat isloh bo'lib, ta'limni kuchaytirgandan keyin, falsafani, gumanitar fanlarni 5-10 yildan keyin bu jamiyat ilmiy diskussiyalar, chiroyli dialoglar, falsafiy dialoglar, bir-biriga shaxsiyatga o'tmaslik keyinchalik shakllanadi. Hozir umuman bu narsa shakllanmagan bizda. Yo'q bu narsa. Bunaqa tushuntirib bo'lmaydi insonlarga. Qabul qilmaydi uni insonlar, do'stlar. O'shaning uchun u har turli men sinab ko'rganman, fikrdoshlarimga gapirtiraman, faoliyat yuritishadi. Gapiradiganlari bor, yumshoq, itam ko'rmaydi. Maqolalarni ham o'qisa o'qiydi, o'qimasa umuman obro'si yo'q ular. Ammo aqlli universitetlari bitkizgan odamlar. Jamiyat qabul qilmayapti ularni. Shok o'zlar. Kulishadi. Ikkita diplom bor, magistr, rostmana ya'ni fikri, salohiyati juda kuchli bo'lgan odamlar. Hech kim hurmat qilmaydi. Hurmat qilmaydi. Fikrni ham eshitishmaydi. Sababi chiroyli, ilmiy gapiradi ular. Kuzatib boraman-ku fikrlarni. Itam ko'rmaydi. O'shanday do'stlar. Mayli, sog' salomat bo'lasizlar. Bu yerda anaqa like ham dardim yo'q. Kimdir bossa, bosmasa. Ammo mana shu maktablar masalasini aytdim do'stim. Bu maktablar tabaqalanishi birinchi sababi maktabdir, ta'limdir. Nimaga davlat tabaqalantiradi? Nimaga xususiy maktabda yaxshi ta'lim, davlat maktabidagi asosiy xalq, qora xalq, asos ushlab turgan ishchi, dehqon, samimiy, mardikor bu xalqqa bolasiga eng sifatsiz, eng tuban darsliklar bilan ta'lim berilishi kerak. Nima uchun bu davlat maktabini bitkizgan mardikor bo'lishi kerak? Mardikorlikdan nariga o'ta olmasligi kerak. Nimaga dunyoda nima bo'layotganda, nima uchun falsafani, nima uchun dinlarni o'sha maktabida o'rganmasligi kerak? Nima uchun bir tilni to'liq o'sha joyda ingliz tilini hech bo'lmaganda gapirishni o'rganmasligi kerak? Nima uchun kutubxonalar bilan, nima uchun zamonaviy kompyuterlar bilan ta'minlanmasligi kerak?
Xususiymiş. Xususiyga qayerdan pul olamiz? Yashaylikmi, oylikmi, bolami tarbiyalaylik, uymi qilaylik? Qayerdan pul yetadi? Qayerda 3000, 5000 dollar pul bizga? Qayerda berib qo'yibdi? Amerikadami ishlaydi o'zbek mardikori? Yo'q. Asos qismimiz Rossiyada, O'zbekistonda, Rossiyada, Turkiyada ishlaydi. 700, 800, 1000, 1200, 1500 topsa, rasxoti bundan tashqari Rossiyadagi ham zo'rg'a 1000 jo'natadi. 800 jo'natar bu. Turkiya ham shu ahvol. Fohisha bir mana buzuq ishlardan tashqarida bu yerda ham jo'nata olmaydi. Ekonomikasi kirib ketgan. Xo'p, qanisi pulimizga xususiy maktabda o'qitamiz? Majburmizmi xususiy maktabda o'qitish? Nima bizni tabaqalayapti? Xalq asosiy o'rinda emasmi? Oddiy xalq birinchi o'rinda bo'lish kerak emasmi? Oddiy xalq maktabi yaxshi bo'lish kerak emasmi? Nima kerak bor jamilarga pul ajratib? Xalqda nimada? Jinni mana mahallamda ham jami qurishibdi. Ana keyin imom chiqib olib, yurt boshimiz bir balo deb ma'ruza qiladi-da bular. Nima kerak bor uni? Maktabda stadioni yo'q, zamonaviy jihozlangan kutubxonasi yo'q. Jamiyatda nimada o'tiradi? Kutib, ko'tini issiq suvda yuvadi. Bular xalq o'zini bolalari, go'daklari, norasidalari boradigan maktabida issiq sovuq suv yo'q. Bunaqa or-nomus ham yo'qda odamlarda. Miya yuvilganda insonlar bekor gapirmayman-da. Or-nomus sharaf kerak. Go'dakingdan afzalmi sening joming? Ko'tingni yuvasan o'zingni issiq suvda. Maktabchi go'dagincha 6 yasharlik, 7 yasharlik. Miya yuvilgan bu jamiyatda. Miyasi yulib qo'liga berilgan. Din sotari miyani yuvib tashagan. Otarchisi qarshi turish kerak. Amaldorga mana shunaqa miyasi yuvilgan qul zehniyatli kerak. Aldaydi-da sizni. Siz uni hisob so'ra olmaysizda. Nimaga siz xususiy maktab? Jo'natmang xususiy maktabga. Ta'limni kuchaytirib bersin. Nimaga siz uni remontiga pul berishingiz kerak? Nimaga hokimiyat pul ajratmaydi? Qaysi jig'ildoniga yedi u ta'limga ajratilgan 200 milliardlagan byudjet taqsimotida ta'limga ajratilgan pulni? Kim uni tuya qilyapti? Kim u norasidalar haqqini yeyapti? So'rash kerak-da buni. So'raydigan jamiyat kerak emas. Va nihoyat. So'rash kerak buni. Qanaqa so'raymiz buni? Gapirma. Tinch yur, hamma tinch yur. Chetga chiqsa gapirma. Qanaqa so'raladi bu? Baraka topkunlar, aytingchi, qanaqa so'raladi? Haqqimizmi yo'q? Savolda ayting-da shunaqa. Haqqimizmi yo'qmi? So'ramaylikmi? Nima biz O'zbekiston vatandoshimizmi? Nimadanmi so'raylik? Putindanmi yoki Trampdanmi so'raylik? Kim buni isloh qiladi? Kim qiladi buni? Savol bering-da mana shunaqa, do'stlar. Siz so'ramasangiz, biz so'ramasak, kim so'raydi buni? Mana shu joylar bu. Shunaqa. Endi so'rash kerak baribir. Mana shunaqa. Sog' salomat bo'linglar, mayli. Video uzun bo'lib ketdi, keyin nima qilishadi? Uzun bo'ldi deb e'tiroz qilib o'tirishadi. Mayli, sog' bo'linglar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha deb qolaman. Sog'lik tilayman hammangizga. Sog'ligingizga ehtiyot bo'ling. Aptekalarga kirib dori olishni to'xtating. Har aptekaga har narsa boshim og'ridi, dori ichishni o'zi to'xtating. Tabiiy narsalar ko'proq yeyishingiz kerak. To'g'risini aytaman, O'zbekistonda bu mahsulotlar, ya'ni har duch kelgan joyda ovqatlanishni ham bas qilish kerak, har narsani o'sha xamir mahsulotlarini kamroq iste'mol qilish kerak. Qatiq ko'proq ichish kerak. O'zbekistonda juda ko'p kasalliklar bo'yicha menda endi o'zim do'stlarim bor, ishlaydi. Bu soha juda rasvoy jahon bo'lgan. Juda ko'p insonlar kasal. O'zim ham misol uchun gepatit o'sha tish tuxturida yuqtirganman. Misol uchun bundan ko'p qiynalganman. O't kasalligi, qandli diabet, davleniya juda ko'p kasallik O'zbekistonda bor. Dunyoning boshqa joyiga nisbatan rekord qo'yadi. Shuning uchun sog'ligingizga e'tibor bering. Mayli.